Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan biz 6-sinf qadimgi dunyo tarixi darsining 19-mavzusi O'zbekiston hududida ilk davlatlar mavzusini ko'rib chiqamiz. Hurmatli o'quvchilar, hurmatli kuzatuvchilar, sizlar bilan bugun biz 20-mavzu Zardushtiylik mavzusi bilan tanishamiz. Zardushtiylik miloddan avvalgi 1-mingillikda O'rta Osiyoda keng tarqalgan dinlardan biri sanaladi. Ushbu din hali odamlar tabiatni ilohiylashtira boshlagan vaqtda kurtak yoza boshlagan. Zardushtiylar olov, tuproq, suv va yulduzlarga sig'inishgan. Zardushtiylik so'zi ham Zardusht turli tillarda Zaratustra, Zoroastr kabi nomlar bilan ataladi. Ushbu shaxs miloddan avvalgi 1-mingillikning birinchi yarmida yashab o'tgan tarixiy shaxs sanaladi. Yunon manbalarida ushbu shaxsni donishmand, munajjim sifatida bilishadi. Payg'ambar ezgu amallar haqida xabar beruvchi ma'nosini anglatadi. Zardushtiylik qadam-qadam insonlar orasida yoyila boshlaydi. Dastlab ibodatxonalar bo'lmagani uchun duo matnlar ham yoddan o'qilgan. Diniy marosimlar asosan ochiq osmon ostida, gulxan yonida, uydagi o'choq olov atrofida amalga oshirilgan. Zardusht insonlarni dastlab birlikka da'vat qilgan. Zardushtning so'nggi va'zlari din xizmatchilari, ya'ni kohinlar tomonidan yozib olingan va keyinchalik dindorlarga bu yetkazilgan. Zardushtning vafotidan so'ng barcha ma'lumotlar jamlanib, yagona kitobga, ya'ni Avestoga jamlanadi. Avesto qat'iy belgilangan qonun-qoidalar degan ma'noni anglatadi. Avestoning ilk qismlari miloddan avvalgi 9-8-asrlarda paydo bo'lgan va ushbu kitob miloddan 3-asrda 21 ta kitobga jamlangan. Avesto matnlariga sharh manbalarda Zand deb atalish haqida ma'lumotlar mavjud. Olimlarning izlanishlari natijasida bugungi kunda Zardushtiyning muqaddas kitob Avestoning matnlari bilan biz tanishish imkoniyatiga egamiz. Zardushtiylikda bir qancha xudolar mavjud. Keling, ular bilan biz birma-bir tanishamiz. Ahromazda ushbu dindagi bosh iloh, asosiy iloh sanaladi. Keyingisi Mitra, bu quyosh, yorug'lik xudosi sifatida e'tirof etiladi. Va aynan Mitra o'tli chaqmoqlar yordamida yovuzlik xudosiga qarshi kurashuvchi jangchi sifatida ham e'tirof etiladi. Bundan tashqari Anahita degan ham ularda xudo mavjud. Bu hosildorlik va suv ilohasi hisoblanadi. Bundan tashqari ushbu dinda yovuzlik xudosi Ahriman sanaladi. Aynan Zardushtiyy dini insonlarning ezgulik va yovuzlik haqida qarashlarining takomiliga katta ta'sir o'tkazgan omillardan biri sanaladi. Zardushtiylar umrining tub ma'nosi ezgu fikr, ezgu so'z, ezgu amaldan iborat bo'lgan. Insonning asosiy burchi esa adolatli turmush tarzi sifatida e'tirof etiladi. Zardushtiylar e'tiqodiga ko'ra, yolg'on so'zlamaslik, aldamaslik, va'daga vafo qilish, faqat ezgu ishlarni amalga oshirish lozimligi e'tirof etiladi. Zardushtiylarda inson vafot etgandan keyin alohida marosimlar vujudga kelgan. Inson vafot etgandan so'ng marhum jasadi ko'mish ham, olovda yoqish ham, suvga tashlab yuborish ham mumkin emas. Shuning uchun ham murdalar asosan yirtqich qushlar, hayvonlar yeb ketishi uchun jasadlar tosh va qum tepaliklarga qo'yilgan. Ular yomg'irlarda yuvilib, oftobda qoqlangan suyaklar ossuari suyak donlariga solib qo'yilgan va ularda insonlar mana shunday idishlarda har bir insonning suyaklari saqlangan va ular har bitta qarindosh uchun alohida mavzelarda saqlanib borilgan. Zardushtiyy din taraqqiyoti keyinchalik O'rta Osiyodan Eron hududiga o'tib, ushbu hududda juda keng rivojlanishga olib keladi. Zardushtiyy dini haqida qisqacha fikrlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.